Har yili bahor shu bo'lmoqda takror. Ha do'stlarim, hali bahor fasli kelmasa-da ushbu maqolni mana bu bahs uchun ishlatishga majbur bo'ldim. Sababi har yili qishda shu bo'lar takror. Qofiyasi unchalik ham o'xshamagan bo'lar edi. Ro'paraza bir yil oldin ham aynan mana shu kunlarda Barselona Real Madridni mag'lub etib Super Kubokni qo'lga kiritgan edi. Bir yil o'tib ham bu ishni yana takrorladi. Va e'tibor bering, Barselona Ispaniya futbol tarixida ilk bor ketma-ket ushbu sovrinni qo'lga kiritgan ilk klubga aylandi. Biroz g'alati eshitilishi mumkin, lekin hali futbol tarixida, kechirasizlar, Ispaniya tarixida hech qaysi ispan klubi ketma-ket 2 marotaba ushbu sovrinni qo'lga kiritmagan ekan. Bu ishni ham ilk bor Barselona amalga oshiradigan bo'ldi. Lekin bir yil oldingi bo'lgan bahsdan farqli o'laroq Real Madrid ham bu bahsda g'alabaga haqli edi. Bir yil oldingi bahsda esa g'alaba tugul durang natijaga ham haqli emas edi. Umuman olib qaraganda ushbu bahsda Real Madrid yaxshi harakat qildi, lekin baribir yakunda Barselona jarohatlarsiz bo'lgan Barselona jarohatlar girdobiga tushib qolgan Real Madridni mag'lub eta oldi. Men ushbu mag'lubiyatning asosiy sababi deya aynan Real Madridning jarohatlar girdobida ekanligini keltira olaman. Chunki Real Madrid taktik va jismoniy va boshqa jihatlarni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, Barselonadan hech qaysi jabhada yomon bo'lmadi. E'tibor bering, birinchi bo'limda Rafinha hisobni ochdi, oradan hech qancha vaqt o'tmay Vinicius hisobni tenglashtirmoqda, keyin yana Lewandowski katta sahnaga chiqadi, keyin esa Gonzalo Garcia yana hisobni tenglashtirdi. Birinchi bo'lim shunchaki jangga aylanib ketgandi. Ikkinchi bo'limda esa temp tushishini albatta taxmin qilgan edik. Temp tushmadi, lekin gollarning soni kamaygandan kamayib ketdi. Bor yo'g'i bitta gol. Va bu gol ham juda ham alamli gol bo'ldi. Chunki Raul Asensioning oyoqlariga tegib, rikoshet tarzida Thibaut Courtoisning darvozasidan joy egalladi. Agar ushbu vaziyatda rikoshet qayd etilmaganida, menimcha Thibaut Courtois osonlik bilan bu to'pni qaytara olgan bo'lar edi. Lekin umuman olib qaraganda Thibaut Courtois ham ikkinchi bo'limda adashmasam 3 marotaba jamoani muqarrar gollardan qutqarib qola oldi. Demoqchi bo'lgan narsam do'stlarim, ikkinchi bo'limda gol kam bo'lganligiga aynan darvozabonlar sababchi. Va qolaversa, Barselona bir kishi kam bo'lib qolganidan keyin, ya'ni Frenkie de Jong maydonni tark etganidan keyin hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarda Real Madridda gol urish uchun ikkita aniq vaziyat bo'ldi. O'sha vaziyatda ham Barselona darvozaboni Juan Garcia Barselonani saqlab qoldi. Albatta, zarbalar unchalik ham kuchli bo'lmadi, lekin darvozabon baribir pozitsiya tanlashda adashmagan edi. Shuning uchun bu vaziyatlarda gol bo'lmaganligi uchun Barselona darvozaboniga tasannolar aytishimiz kerak. Menga ishonavering do'stlarim, agar o'sha vaziyatda darvozabon to'pni qaytarmagan bo'lganida Real Madrid hisobni tenglashtirardi va ekstra bo'limlarda bir kishi kam bo'lib qolgan Barselonani Real Madrid yanchib tashlagan bo'lardi. Buni esa juda ham yaxshi tushungan Barselona klubi futbolchilari jon saqlab qolish uchun himoya qo'rg'onini juda ham mustahkamlashdi va buning uddasidan chiqa olishdi. Nima ham derdik do'stlarim, ushbu bahsda Barselonaga haqiqatan ham omad kulib boqdi. Real Madridga esa aksincha. Menimcha do'stlarim, Xavi Alonsoni shunchaki iste'foga chiqarish vaqti keldi. Chunki Xavi Alonso Real Madrid tarbiyalanuvchisi bo'lsa-da va uning tomirida Madrid qoni oqsa-da, Real Madrid klubini boshqarish sistemasidagi mutaxassis emas. Chunki yulduz futbolchilar bilan ishlash uchun Xavi Alonsoda hali yetarlicha tajriba mavjud emas. Jurgen Klopp yoki Zayniddin Zidan menimcha Real uchun ayni muddao bo'lgan bo'lar edi. Nima ham derdik, tong otsin. Tong otganidan keyin Xavi Alonsoning taqdirini bilib olamiz. Menimcha hali kech bo'lmasidan uni shunchaki iste'foga chiqargan maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki aynan Xavi Alonsoning boshchiligidagi Real Madridda eng asosiy xarakter yo'qolib qoldi. E'tibor bering, Carlo Ancelotti davrida Real Madrid
so'nggi daqiqalarda har qanday raqibni majaqlab tashlardi. Agar Carlo Ancelottining Real Madridi bo'lganida, Frenkie de Jong maydonni qizil kartochka olib tark etganidan so'ng Barselonani majaqlab tashlagan bo'lar edi. Lekin bu Papa Carlo emas, bu Xavi Alonso. Xavi Alonso esa futbolchilarning individual mahoratidan ko'ra jamoaviy o'yin, taktik, sxema va shunga o'xshash narsalarga ko'proq e'tibor qaratadi. Jamoaning xarakteri va futbolchilarning individual mahorati uning uchun ikkinchi va uchinchi darajali narsalar. Nima ham derdik do'stlarim, Barselonani chempionlik bilan albatta tabriklab qolamiz. Lekin baribir so'zimizning oxirida o'sha gap: Halla Madrid.